Do'stlar, bu mashina barchasi haqida ma'lumot berib o'tdik. Xo'p, bizga yangi mashinamiz kirib keldi. Zikr 001 U pozitsiyasi, ya'ni eng full komplektatsiyadan bitta pasti. Lekin eng fullda nima bo'lsa, barcha narsalar bor bu avtomobilimizda ham. HDB'sizlarmi, tezlikka yo Brembo tormoz tizimiga ham, xolos lidar dislar hamma narsasi bor. Mashina 2025-yil ikkita motorli, ya'ni old-orqa privet 656 km masofani bosib o'tadi. Bu boshqa indeksda hammani aylanib chiqdim, o'zim ham salonlardan ko'rdim va xitoylik bilan gaplashdim, narxini maksimal darajada arzon qilishga harakat qildik. Do'stlar, bu mashina haqida birinchi ma'lumot berib o'tamiz. Mana Brembo tormoz sistemalari juda ham chiroyli, diska dizaynlari ham mo'shni, ayniqsa bu Zikr 001 eng full komplektatsiyadagi opornik tormoz tizimlari ham juda ham mustahkam bo'lishi kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oldi orqa barabanlari va naqa teshi bo'ladi, ya'ni bu sobit turishi kerak bo'ladi. Tormoz tizimi ham mukammalroq funksiyaga ega bo'ladi. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda nalichada oqi, mokrisi sotuvda tayyor turibdi. Oranjivisi hozirgi kunda yo'q. 2025-yil mashina, lekin biroz probegi ham yo'q. Buni probeglar ham sotuvda mavjud, lekin bizniki bez probeg avtomobilimiz. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, donfelarimiz ham bor. 5 o'rinli 29200 dan o'ta parov qo'yish ishlari ham ketyapti. Uni ham ko'rsatib o'taman. Mashinamiz eng full kameralarni ko'rib, bir nechta kameralar bor. Mashinaning jinnisi, eshiklari avtomatik tarzda ochiladi. Ichki salonni juda ko'pchilik so'radi, kecha kun OLXga qo'ydim. Ichini rasmga olmayapman-da. Ichini ko'rishni boshladik do'stlar. Mashinamiz ichi juda ham boshqacha ham bor. Panorama, tom, massaj, Abayev, Abduf, hamma narsasi bor. Alcantara ekan mana joylar ham. Demak, men ham to'g'risi sport bo'lsa kerak deb o'ylanib qoldim. Yu paysam, yu dedi xitoylik. Atak Alcantara tom, Alcantara patologlar, xulos hamma narsasi Alcantarali qilingan ekan. Hatto eshikda bunaqa joylar ham Alcantara bet koja. Eng qizig'i, mashinamiz Yamaha audio sistema bilan jihozlangan. Rullariga ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma narsasi cho'tki. Mashinamiz Xudo xolasa kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $52,000 ga xarid qiladigan joyi. Do'stlar, bu $52,000 deb narxini aytyapmiz. Bu komplektatsiyaga zaryadnik, polik, orqa tomon tonirovka и 1 yil kafolat beriladi avtomobilimizga. Xudo xolasa mashinamiz sotuvda tayyor turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobildan jami 5 dona mavjud. O'zi 6 ta edi, bittasi sotilib ketdi. Bo'lsa, kelgan kuni sotildi oxirangi. Xudo xolasa mana mashinamiz nalichada tayyor turibdi. Qo'ng'iroq qilib bossanglar bo'ladi. Hamda bu yerda BYD xanimiz kirib kelgan 700 bittalik 2024-yil 400 km masofani bosib o'tgan. Polirovkalar, hamma narsasi tayyor, mashina kraskalar yo'q. 4400 yurgan, narxi 35,000 deyapti. Kelishaydan sunnatiga o'tib beriladi. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, bu mashinamizni ham xarid qilsanglar bo'ladi do'stlar. Mashinamiz vashi chiroyli ekanmi? Mashinamiz masla, hech qayerda kraska defektlar yo'q. Mashinamiz $35,000 sunnatiga o'tib beradi. Agar nasiya savdoga desanglar, nasiya savdoga 25,000 pullar bo'ladigan bo'lsa, uni ham qilsa bo'ladi. Lidarlari bor. YouTube hamma narsalar yozilgan avtomobilimizga. Xudo xolasa nalichada tayyor turibdi. Xo'p, bu yerda qolgan mashinalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana yerda parov qo'yish jarayoni ketyapti. Donfe 08 ga mana original paroglarimiz kelgan. Ko'rsatib o'tamiz. Ko'chada $200 deyapti. Biz buni $150 dan qivordik. Bunaqa krashchilar, mana qattiq mustahkamdan bo'ladi. Paroglarda bunaqa EP08 yozuvlari bilan birga edi. Qo'yvarsak bo'ladi. Mashinamizni parogning ustanovkasini $150, ustanovka qilish jarayonlari bu mashinamiz sotildi. 29400 ga parogi bilan qilib beryapmiz. 29200 ga bez parog. Agar gaplashadigan joy bor, sunnatga o'tib berishimiz mumkin. Parog o'rnatish jarayonlari, parog qanaqa turadi deydigan bo'lsalar, mana shunaqa moshni turadi mashinamizning parogi. 180 kggacha yuk ko'taradi, 200 kggacha ko'taradi deyapti ustalarimiz. Eskilari tushib ketib qolayotgandi, lekin bunisi tushib ketmaydi, ancha-munchaga. O'rnatish jarayonlari cho'tki chiqyapti, lekin bola mashinamiz. Mashinaning balolarda ekranda ko'ringan raqam qo'ng'iroqlar ushbu avtomobillarimizdan nalichada bor. Kimga qiziq bo'lsa, lekin jon xizmatda bo'ladi.